Radnoylar men gigant pishirganimni qaranglar, bor. O'zimni qo'limga o'zim tan beryapman. Saharliga ham, iftorliga ham zo'r ketadigan, glavniysi butun kun to'q tutadigan narsa pishirdim. Qaranglar, sizlar bilan yeb ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Voy. Shularni qaranglar, voy, mazasiga borib, prosta gap yo'q. Kettu qilish yo'l ketaman. Hop, buning uchun bizga radnoylar kerak bo'ladigan narsa bo'sh pritsep, kurani bo'sh pritsepga chiqib qolishingiz kerak, обязательно. Короче, qozonga ozginagina mana qozon emas, skalavorotga derdi bitta og'aynim. Skalavorotga emas, bu skalavorotga derdim-da. Va skalavorotga ozgincha yog' solasizlar, hamma narsani tayyorlab qo'yib, mana yog'ni qizishini kutamiz birinchi bo'lib. Xullas, yog' qizigandan keyin mana bunaqa qilib bitta lavashchani qo'yib turib, oldindan kesib tayyor qilib qo'ygan mana sosiskachalarni ingichka qilib to'g'rab terib chiqamiz-da. Undan keyin mana 4 ta tuxum solganman, mana qaranglar, bu yerda kletchatkalar, короче, pomidor, bolgarskiy, ukrop, yana tuz kelgan, murut solganman. Mana shuni ustidan olib sovuramiz. Voy, qaranglar, mana tuxum kletchatkalarni solgandan keyin endi bu yoqqa короче ozgina tapga qarab o'zingizlar mayonezchani solib turib, ustidan mana 4 tasini tashagandan keyin mana oxirida yana bitta lavashni noni bilan yopib turib, короче, voy qo'lim kuydi. Lavashni noni bilan yopib turib, bir-biriga yopishishi uchun mana bunaqa qilib ozgina bosib chiqib, 10 minutcha qovuramiz, короче, 10 minutcha mana bir-biriga yopishishi uchun bosib chiqib, mana 10 minutcha qovuramiz bir yoq tarafini. Keyin bu yog'ini o'girib turib, iloji bo'lsa mana bunaqa tuxumlarni chiqarib olsak, yopishadi mana. Bu yog'ini o'girib turib, yana qovuriladi, короче, 10 minutcha. Radnoylar oxiri pishdi mana, xudo xolasa, mana qaranglar, mana qisib. Radnoylar men gigant pishirganimni qaranglar, bor. O'zimni qo'limga o'zim tan beryapman. Saharliga ham, iftorliga ham zo'r ketadigan, glavniysi butun kun to'q tutadigan narsa pishirdim. Qaranglar, sizlar bilan yeb ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Voy. Shularni qaranglar, voy, mazasiga borib, prosta gap yo'q. Kettu qilish yo'l ketaman. Hop, buning uchun bizga radnoylar kerak bo'ladigan narsa bo'sh pritsep, kurani bo'sh pritsepga chiqib qolishingiz kerak, обязательно. Короче, qozonga ozginagina mana qozon emas, skalavorotga derdi bitta og'aynim. Skalavorotga emas, bu skalavorotga derdim-da. Va skalavorotga ozgincha yog' solasizlar, hamma narsani tayyorlab qo'yib, mana yog'ni qizishini kutamiz birinchi bo'lib. Xullas, yog' qizigandan keyin mana bunaqa qilib bitta lavashchani qo'yib turib, oldindan kesib tayyor qilib qo'ygan mana sosiskachalarni